Center joyida korobka holatdagi kvartira ko'rsating degan hurmatli obunachilar uchun aynan shunaqasidan topib qo'ydik jigarjonlar. Manzil Buxoro shahar Kriti. Aniqroq aytadigan bo'lsak, ana bu tarafimiz Safiyadom, bilasizlar Safiyadom ko'pchilik biladi. Safiyadom orqasidagi anaqa 7 qavatli yangi qishli domni 4-qavatdan 3 xonali bitta kvartirani sotuvga chiqibdi. Umumiy maydoni qancha deylik xonjon? Ha? 74 metr kvadrat ekan. 3 xonali 74 metr kvadrat. Xo'p, hamma uchun narx qiziq. Aynan biz sizlarga taklif qiladigan uyning narxi 42200 AQSh dollari so'ralyapti. Jigarjon, nima deysiz? 42200 ga arziydi. Jigar, shu joyga pauza bosib like bo'lsak, nimagaki bu narx Buxoro uy-joy agentligida shunaqa narx ketadi. Boshqa joyda umuman boshqasidan. Aynan o'tirgan joyimiz Detsk plashatka parkovkasi juda ham keng va katta ko'ryapsizlar. Detsk maydonchada umuman mayda yo'q, problemasi yo'q, parkovkadan ham problemasi yo'q. Ketdik video davomida ko'rasizlar va baho berasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, proyekt bo'yicha tanishtirsak. Xo'p, yo'lak bo'ylab kuxnya sanuzel, birinchi, ikkinchi, uchinchi xona. Ana bu o'tirgan joyimiz juda ham keng va katta bo'lgan perxojniy qismi. Perxojniy qismi kengligi juda ham menga yoqdi. Nimaki, perxojniy shexdozda ham perxojniy shkaf bir narsalar qilib foydalansalar bo'ladi. Ana bu joy birinchi xonamiz. Zalimiz yoki spalimiz o'zlaring hal qilasizlar. Padmayak shkatulka stachkalar qilingan, oynalar 2 qavatli akvaplastronlari turibdi ekan. Ana bu joyda ikkinchi xonamiz, kichkina to'ylarimiz yotoqxonasi. Kichkina to'ylar uchun menimcha par razmer tushadi. Ana bu uchinchi xonamiz. Razmerlari adashmasam bir xil. Yaxshilik tarafi bitta narsaga ahamiyat beringlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, proyekt ikki tarafdan proyektga turibdi. Juda ham zo'r narsa, bu kvartira uchun juda ham kerakli narsa. Ana bu joyda alohida bo'lgan sanuzel qismlari. Hojatxona qismi. Bu joyda vanniy xonamiz. Ko'ryapsizlar, bu ham razmerli qilingan. Ana bu joyda kompaktligina bo'lgan kuxnya qismimiz. Gaz o'chuvchilari qo'yilgan. Jigarjonlar, inshaalloh xudo xolasa notarius bo'ladigan kvartira ko'rsatamiz. 42200 dollar baholanyapti. 7 qavatli novstroyka domni. Xo'p, 4-qavat 3 xonali umumiy maydoni 74-75 metr kvadratdan iborat bo'lgan xonadonni sizlarga taklif qilamiz. Menimcha puliga arziydimi, arzimaydi, buni sizlar hal qilasizlar. Biz oddiy bir sababchi xolos. Videomizda manfaatli bo'lish uchun yaqinlaringiz bo'lashib, korobka qidirib yurgan do'stlaringiz bo'lashib qo'ysalar, nur ustiga nur bo'ladi. Yaxshi kun ko'rishguncha. Hurmatli obunachilar, yana bitta narsani aytib o'taylik. Hop, yana bir xonalik bitta kvartirani sotuvga chiqadi. Bitta bir xona, bitta 3 xona. Bir xonaligimizda etaji 3-etajda joylashgan. Umumiy maydon 40 metr kvadratdan iborat. Ana perxojniy qismida bu qismga sanuzel qismini qo'yib qo'yibdilar. Hop, mana bu joyda bir xonalik uyimiz o'zi, bir xonaligimizda ochiq balkoniga ega ekan. Birga 3 adashmasam yoki birga 2 balkoni ham mavjud ekan. Buni narxi qancha so'rayapsiz? 27 ming qancha? 27300 AQSh dollari so'rayotgan ekanlar bu uyga. Ana joy kuxnya qismi. Hop, hozir sizlarga bitta 3 xonalik, bitta 1 xonali uy taklif qilamiz. 3 xonalik uyimiz 4-qavat, 75 metr kvadrat. Bir xonalik uyimiz esa 3-qavatda 40 metr kvadratdan iborat. Bir xonalik uyimiz narxi 27300 AQSh dollari so'raladi. Barakasi shu o'tib beradi. Jigar, menimcha sizlarga zo'r variant taklif qilaman. Joyi manzil Buxoro shahar Safiyadom deb bilsalaring bo'ladi. Juda ham zo'r joyda. Ketdik.